Tramp jarlik yoqasidan qaytdi. Eronga yana 5 kun muhlat berildi. Kutilgan yoki kutilmagan holat o'zi belgilangan muddat tugashiga bir necha soat qolganda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Eron elektr stansiyalariga zarba berish tahdidini to'xtatdi. Bunga sabab sifatida esa Tramp Eron bilan samarali muzokaralarni keltirdi. Hali ko'rsatuv davomida aytib o'tamiz, Eron tarafi esa buni juda ham qat'iyan rad etmoqda. Prezident Donald Tramp dushanba kuni yon berdi yoki qanday talqin qilinishiga qarab o'ziga vaqt yutdi. Eronga qo'ygan 48 soatlik ultimatumining tugashiga sanoqli soatlar qolganda prezident o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida Qo'shma Shtatlar Eron elektr stansiyalariga zarba berishni 5 kunga to'xtatib turishini e'lon qildi. U buni mojaroni to'liq va batamom hal etishga qaratilgan juda yaxshi va samarali muloqotlar bilan izohladi. O'ziga xos tarzda bosh harflar bilan, hali caps lock deymiz, o'ziga xos tarzda bosh harflar bilan yozilgan bu e'lon darhol bozorlarning jonlanishiga va neft narxining keskin tushishiga sabab bo'ldi. S&P 500 indeksi 1.15% dan ko'proq oshdi. Brent markali neft narxi esa keskin pasayib, mojaro avjida deyarli $126 yetgandan so'ng bir barrel uchun $100 atrofida baholanmoqda. Biz juda va juda jiddiy muzokaralar o'tkazdik. Ularning natijasi qanday bo'lishini ko'ramiz, lekin biz kelishuvga erishdik. Aytishim mumkinki, asosiy masalalarda deyarli barcha masalalarda kelishib oldik, dedi Donald Tramp dushanba kuni muxbirlar bilan suhbatda. Trampning jurnalistlarga aytishicha, Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoff va uning kuyovi Jared, ya'ni prezident Trampning kuyovi Jared Kushner muzokaralarda shaxsan ishtirok etgan va muzokaralar mukammal o'tgan. Tramp shuningdek Eron umuman olganda Hormuz bo'g'ozini qayta ochishga rozi bo'lganini, Eronning va bu kelishuv AQSh Eronning boyitilgan uranni o'z qaramog'iga olishini anglatishini ham da'vo qilmoqda. Ya'ni oddiyroq aytsak, Eron Hormuzni ochadi, yadro dasturidan voz kechadi, u yerdagi boyitilgan uranni Amerika Qo'shma Shtatlari olib chiqib ketadi. Mana shunday katta kelishuvga erishdik deb Donald Tramp bayonot beryapti, lekin ortidan juda kam vaqt o'tishi bilan Erondan qat'iy raddiyalar kelmoqda. Juda ham qiziq, yo oldindan kelishilgan yoki oldindan hech narsa kelishilmagan. Tehronning javobi tezkor va keskin bo'lib, Oq uy bayonotini butunlay inkor etdi. Mana shuncha ham deydi-ku, mana shuncha ham imkon qoldirmadi. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov bir iltimos bo'ladi kuzatuvchilarimiz ichida, agar fors tilini yaxshi biluvchilar bo'lsa. Mana shu Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov turli yozilyapti. G'olibov deb yozilayotgan joyi bor. Endi to'g'ri ruschada, inglizchada Galibov deb yozishyapti. Lekin hozir qarayapmiz, u nazarimizda Qolibov deb yozilgandek. Muhammad Boqir Qolibov yozilgandek, lekin juda ham ko'p resurslarda bu G'olibov shaklida kelyapti. Iltimos bo'lardi, balki fors tilida q va g ni o'rtasida qandaydir harf bordir, tovush bordir, biz bilmaydigan. Ya'ni ham q deyish mumkindir, balki ham g deyish mumkindir. Fors tilini biladigan kuzatuvchilarimizdan iltimos bo'ladi. Shokirjon, keyin orada chatga qarab qo'yasiz, agar yozib yuborishgan bo'lsa. Ya'ni to'g'risi qanday bo'ladi? Muhammad Boqir Qolibov yoki Muhammad Boqir G'olibov? Mana shunga aniqlik kiritib bersangiz. Biz esa davom etamiz. Eron parlamenti spikeri Muhammad Boqir Qolibov X ijtimoiy tarmog'ida AQSh bilan hech qanday muzokaralar o'tkazilmaganini yozib, Trampni moliya va neft bozorlarini manipulyatsiya qilish hamda AQSh va Isroil tushib qolgan botqoqlikdan qutulish maqsadida soxta xabarlar tarqatayotganda aybladi. Bu jiddiy ayblov, hurmatli kuzatuvchilar. Ya'ni soxta xabarlar tarqatishda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ayblanmoqda. Eron Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Ismoil Bag'oyi ham bu javobni tasdiqlamoqda va 28 fevralda urush boshlangandan beri ikki davlat o'rtasida hech qanday muhokama bo'lmaganini ta'kidladi. Eron davlat televideniyasi mamlakat ichidagi auditoriyaga yo'llagan xabarda esa yanada ochiqroq aytmoqda. Telekanal AQSh prezidenti Eronning qat'iy ogohlantirishdan so'ng chekinganini aytmoqda. Ya'ni Eron televideniyasi esa bu nafaqat muzokaralar deyapti. Eronning qat'iy ogohlantirishi va tahdididan so'ng AQSh prezidenti chekindi deb aytmoqda. Biroq Eron Tashqi ishlar vazirligining yuqori martabali rasmiysi CBS News nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Tehron aslida vositachilar orqali AQShdan takliflar olgani va ular ko'rib chiqilayotganini aytgan. Ya'ni nima deyilyaptiki, 3 ta masala bor bu yerda. Birinchisi, Tramp aytayapti, muzokaralar bo'ldi.
biz gaplashdik, Stiv Witkoff va Jared Kushner biz tomondan bo'ldi deyapti. Eron tarafi qat'iy pozitsiyada aytayaptiki, yo'q, hech qanday muzokara bo'lmadi deyapti. Bu ikkinchi masala. Uchinchi taraf esa, ya'ni Eron tashqi diplomatlar bilamiz, baribir ularning tili yumshoqroq bo'ladi. Eron tashqi ishlar vazirligi esa, biz AQShdan takliflarni oldik deyapti vositachilar orqali. Lekin bu ham muzokaralar o'tkazganini bildirmaydi. Biz hali yana ekspertlarimizdan so'raymiz. Bu ham muzokaralar o'tkazilganini anglatmaydi. Lekin AQShdan takliflar olganini aytgan va u ko'rib chiqilayotganini aytgan. Va umuman olganda Eron buni muzokaralar deb atashdan tiyilyapti va davlatga qarashli Tasnim axborot agentligi bo'g'ozning urushdan oldingi yuk tashish darajasiga qaytmasligini ta'kidlagan bo'lsa-da, hech bo'lmaganda bilvosita aloqa mavjudligini tasdiqlayotgandek. Tramp esa o'z navbatida Eronning ommaviy rad etishlarini Islom Respublikasi rahbariyatiga ichki kelishmovchiliklar bilan izohlamoqda. Ya'ni aytmoqdaki, Tramp biz muzokaralar olib boryapmiz, lekin Eron oliy rahbariyatida ichki muammolar bor. Ularni o'zida kelishmovchilik bor demoqda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti. Keskinlik shanba kundan beri kuchayib borayotgan edi. O'shanda Tramp ijtimoiy tarmoqlarda agar Hormuz bo'g'ozi 48 soat ichida to'liq ochilmasa, Eronning elektrostansiyalarini eng kattasidan boshlab oxirigacha bombalab yo'q qilib yuborish bilan tahdid qilgandi. Bu ultimatum siyosatdagi boshqa o'zgarishlar ketma-ketligidan so'ng yangradi. Undan oldin Donald Tramp aytgandiki, urush deyarli yakunlandi, Eronning harbiy salohiyati tugadi, Eronning harbiy floti yo'q, endi uranni boyita olmaydi, raketa arsenali keskin qisqarib ketdi, uchish qurilmalari yo'q qilindi degan keskin bayonotlaridan keyin to'satdan Eronga 48 soatlik ultimatum qo'ydi. Endi bunday biri ikkinchisiga to'g'ri kelmaydigan holatlar juda ham ko'p bo'lmoqda. AQSh tarafda ham, Eron tarafda ham bu narsa juda ham ko'p kuzatilyapti. Jumladan o'sha 2025-yil 12 kunlik urushdan keyin Eronning bir necha 10 yilliklarga surib tashlangani harbiy sohada, yadro sohasida aytilgandan keyin 2026-yil 28-fevralda yangi urushlar boshlab turibdi. Shuni o'zi ham anglatadiki, bu yerda hali hammasi deylik aniq emas. Ammo Donald Trump deyarli biz tugatdik degan joyda 48 soatlik avval ultimatum e'lon qildi. Undan so'ng esa uni yana 5 kunga surayotganini, chunki 5 kun ichida jiddiy muzokaralar bo'lib o'tishini aytib o'tgan. Ultimatumdan keyin Eron ham jiddiy javob qaytargan, ya'ni birinchi navbatda xuddi shu ishni degan biz Fors ko'rfazi atrofida qilamiz degan. O'zi aslida Eron bu qilayotgan ishlari bilan qo'shnilarini juda ham qattiq dushman qilib qo'yapti. Qo'shnilari tushunayotgandir. Mana ekspertlarimiz aytishadi, mana nega ular jiddiy javob qaytarmayapti qo'shnilar? Chunki ular tushunyapti deyshadi. Albatta tushunayotgan bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham birinchi zarbadayoq Eron ularga qarshi urush boshlab qo'yishi mumkinligini ham his qilyapti. Ya'ni Ko'rfaz mamlakatlari, demak, Eron istalgan vaqt ularga, endi istalgan vaqt deganda qanday, masalan, Amerika yoki Isroil tomonidan tahdid bo'lsa, Ko'rfaz davlatlariga hujum qilib qolishi mumkinligini endi bilib turishibdi Ko'rfaz mamlakatlari. Demak, Eron aytdi, Ko'rfaz mamlakatlaridagi elektrostansiyalarni yo'q qilamiz va undan ham yomoni, eng yomoni aslida bu insoniylik nuqtai nazaridan ham juda ham og'ir masala, bu suvni chuchuklashtirish stansiyalarini yo'q qilamiz. Bu esa Ko'rfaz mamlakatlari uchun suv va havodek zarur bo'lgan, mana suv va havodek deganda bu to'g'ridan to'g'ri. Bu yerda bir ko'chma ma'no yo'q. Haqiqatda suv va havodek zarur bu suvni chuchuklashtirish stansiyalari 70, 60, 40% gacha suvni ular aynan mana shu chuchuklashtirish stansiyalaridan olar ekan. Agar uning yo'q bo'lishi esa tasavvur qiling, juda ham. Endi Xudo saqlasin bu urushning cho'zilib ketishi, chunki kundan kun haj mavsumi yaqinlashyapti. O'zi bu urushni Ramazonda boshladi AQSh bilan Isroil. Endi bu yog'i esa haj mavsumi kundan kunga yaqinlashyapti. Bilamizki, haj mavsumida Saudiya Arabistoniga juda ham ko'p millionlab ziyoratchilar boradi. Jumladan bizning yurtimizdan ham millionlab ziyoratchilar boradi Saudiya Arabistoniga butun dunyodan. Demak, urushning cho'zilishi bu yerda xavfsizlik masalalari, agar Xudo saqlasin chuchuk suv stansiyalariga zarba beriladigan bo'lsa, ta'minot masalalari jiddiy zarar ostida qoladi. Demak, hozircha Tramp qaytdi. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, Fors ko'rfazida vaziyat notinchligini aytganmiz. Hormuz bo'g'ozi yopiqligicha qolmoqda. Eng qizig'i, jismonan u ochiq.
mana shunday deylik, Fors ko'rfazi deylik, zanjir tortilmagan Fors ko'rfaziga. U zanjir deganda ko'chma ma'noda aytyapman. Ya'ni jismonan ochiq, lekin hech bir kema bu yerdan o'tishga jazm qila olmayapti. Chunki bilib bo'lmaydi. Eron ham oxirgacha ochiq aytmayapti-da, yo'q bu yerda birorta mina yo'q deb ochiq aytmayapti, yoki minalashtirilgan deb ham ochiq aytmayapti, bilmaysan. Endi yana ikkinchi tomon borki, bu urush bo'layotgan vaqtda agar qaysidir kema o'tayotganda unga nisbatan snaryad otilsa, portlatilsa, cho'ktirib yuborilsa, bitta uzrda ularda. Ya'ni urush vaqtida adashib ketdimiz degan asosni keltirib qo'yishligi mumkin. Shuning uchun bu juda ham xavfli bo'lib turibdi. Bundan tashqari Xork oroli ham demak hozir diqqat markazida bo'lib turibdi, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari shu yerga desant tushirish ehtimolini aytayapti. Lekin oddiy ko'z bilan qaraganda ham Xork oroliga desant tushirish ularni to'g'ridan to'g'ri Erondan nishonga oluvchi bir asirlardek qoldirishga o'xshaydi. Chunki 30 kilometr ekan. Endi har o'lchaganimizda borib kamayib qolmaydi mana. 30 kilometr, uzunroq joylari sal kattaroqdir. Sal mana 37 kilometr. Bu esa Eronga juda ham katta masofa emas, Eron raketalari, dronlari uchun. Bu yerga tushirilishi mumkin bo'lgan 2000 ga yaqin Amerika askari bu qopqonga tushib qolgandek bo'ladi. Bu esa yanada xavfli.